Shen xonim, voz kechasizmi? Tun bo'yi uxlamadim. Ko'p o'yladim. Oilamiz kambag'al, lekin doim halol va ochiq yashaganmiz. Men erim Janchingga ishonaman. Shuncha narsadan keyin ham unga ishonasizmi? O'zini masxara qilyapti. Unda haqiqatni oching, Shen xonim. Agar ma'shuqani topsak, uni yuzini ko'rsatmaymiz. Shaxsiy hayotini himoya qilish uchun. Nima? Bu yerda nimalar bo'lyapti? Bu ibodat joyimi? U butun tunni shu yerda o'tkazdimi? Qarang, Jayan Royjun 69 yoshida halok bo'lgan. Jayan Jangjun 34 yoshida halok bo'lgan. Jayan Shin va Jayan Yun ham halok bo'lishgan ekan. Ularning barchasi qahramonlar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Qahramonlar ekan. Qanaqasiga axir? Bu haqiqat. Oldimizda dalil turibdi. Hech kim o'z ajdodlarini masxara qilmaydi. Bu joy yashirin ma'shuqaning uyi emas. Oldingi so'zlarim uchun uzr so'rayman. Jayan oilasini hammasi halol va qahramon odamlar ekan. Nima? Xiao, Boshliq, raqamlar qanaqa? Vaqt hali erta shekilli. Jonli efirni ko'p odam ko'rmagan. yo'q, tasavvur ham qila olmaysiz. Dastur muhokamasi avjiga chiqyapti. Hozir ham odamlar kechirim so'rayapti. Qarang, mana, ko'ryapsizmi? Ajoyib. Shunchaki ajoyib.